Xitoylik olimlar g'ayritabiiy yumshoq o'yinchoqlarni sotishni boshladi. Ushbu o'yinchoqlarni O'zbekiston do'konlaridan sotib olishingiz mumkin. O'yinchoqlar soni chegaralangan. Ulgurib qoling. Bila, magazindan topsa bo'ladi dedimi? Orzuyimdagi moslamani topdim. Tezroq olishim kerak, yana qolmay qolgan bo'lmasin. Men sotib oldim. Men o'shay. Bobom bilan bobom meni sassiq o'rtog'imi? Mendan birinchi bo'libdi-ku bular. Sassiq bobom bilan nimani ushab ko'raylik talashyapsiz bir soatdan beri. Ushab ko'raylik emas, eshitib ko'raylik deb talashyapmiz, bolam. Nimani eshitib ko'raylik deb talashyapsiz, bobo? Ha mana bolam, Telenobotda xohlagan platformangdagi videoni silkasini tashsang, qo'shig'ini alohida, videosini alohida chiqarib beradi. Hech qanaqa reklamasiz. Shunda qo'shiq eshitib ko'raylik deb talashyapmiz-da, bolam. U botga qayerdan kirsam bo'ladi? Ha mana profilimni shapkasiga silka qo'yganman, shu silka orqali o'tib olsang bo'ladi bu botga. Ha, zo'r bot ekan-ku, lekin sizlar meni nimaga aldayapsizlar? Qo'linglardagi yumshoq narsachani bo'yitdan ushab ko'raylik talashyapsizlar-ku. Sizlarning dastingizdan yoshlikka hech narsa qolmadi magazinda. Nimaki ixtiro bo'lsa, sizlar ikkalangni olib qo'yaverasizlar. Bizga ham yo'l bering-a bunday. Bolam, sen noto'g'ri tushunibsan. Biz bu yumshoq narsani seni tug'ilgan kuningga oluvdik, bolam. Ha, meni tug'ilgan kunimga oluvmidinglar? Ha, rahmat, bo'pti, tug'ilgan kunimni berasizlar unda.